Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugunkisi tor mulozimlikning yurishlik 10-qism darsi. Bu qismimizda biz oldin qismliq o'tgan calculator project, ya'ni hisoblash projektini boshqa birisiga almashtiraylik. Birsini ishlatib olsam meni boshqa projekt yo'qmi deb qolmoqlar. Biz Google'dan odatda davlatlarningki puli, birligi, bayrog'i degandek birlik keltirgan bir projektni nima qilni? Country WSDL returns list of continents order by name mushun tanlaylik. Bu qaysi biz projektni tanlaylik, cho'qim WSDL ni tanlaymiz. Chunki biz hozir ishlayotganimiz SOUP API niki. Detalni ochdik. Bu odat project kirgizgan qana bu SOUP yoki SOUP ni bosamiz. Yoki menda new SOUP project bossak. Qaysi bossak o'xshash. Bu ismi project name country ekan qo'y. Country deb ism qo'yib qo'ylar. Adresi qana? Mega chaplaymiz bam kuchagan adresni. Okay. Mana ma'lumotlarning hammasi bir funksiya. Xuddaylik ko'paytishniki, qo'shish, elish, bo'lish degandek bularning qanday operationlari bor. Ammo asosliq funksiyalari tuzilishi o'xshaydi. Ya'ni ikkisi borda 1.2 nashri bilan mush o'z nashri biz mush 1.2 nashrini ishlataylik. O'xshash ma'no ishlasakmi? Farq yo'q. Bunga biz qanday qilamiz? Eng oldi bilan tasavvur qurib olamiz. Chunki retlab bo'lmasa qolmaydi. Cho'ngdan kichikka tizib olsak, o'zimizning boshqarishimiz qanday yaxshi. Qanadan mushnodan qurib olamiz tasavvurni. O'ng tarafini chekib generate tasavvurni bosamiz. Biz bu hamma operation, hamma amallarni qo'shmaylik yaxshi. Tanlab olib bo'lmasa qaymoq bo'lsizlar. Capital City poytaxt shahrini topadigan country currency degan puli. Andan keyin country ISO code qisqartirilmasi, ya'ni davlatlarning masalan Yaponning, Japanning qanday JP, Turkiyaning TR degandek qisqartirilgan topadigan. Hozircha mush 3ni deb turaylik. 3 birlikni operation hozir xuddi calculatorninki ko'paytirish projectninki qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish degan tanlagandek tanlatimiz hozir. Yana buni tanlagan chaqda biz hammasi bir tasavvurning orasida bo'lsinmi yoki ayrim-ayrim bo'lsinmi deb tanladim bu ikkisi. Hozircha ayrim-ayrim bo'lsin. Keyin barg'lam qilsaqmi bo'ldi. Ayrim-ayrim qilib turaylik. Ismi nima deb birni country, buni country deb qo'ysaqmi bo'ldi yoki davlat deb qo'yaylik. Davlat shunami? Bu davlat bu test suit. Bu test suitning ichida nima? Test case bor. 3 test case'ni tanladik-ku. Har bir test case ayrim-ayrim test steplar bor. Masalan, eng oldi bilan biz davlatninki ISO code aslından başlayalım. ISO code qisqartirilmasini topsak, yani mana request ku bir requestmiş iltimos. Açsak country ISO code dedi. Country name davlatning ismini kirgizamiz bu yerga. Masalan, Yaponiyaning qisqartirilmasi Japan. Nima ekan desanglar? JP ekan. Xalqaro qo'llanilgan qanda Yaponiyaning qisqartirilmasi JP. Mana sal so'ray. Turkiyaning-chi, Turkiyning-chi TR. Fransiyaning FR qisqartirilmasi. Hamda biz mushu Yaponiyani tanlaylik. Turkiyani tanladik bo'ldi. Turkiyani tanladik. Turkiyaninki TR bu. Mushning biz hamda mush iltimos Turkiyani data kirgizsak, response javob qanday TR deb chiqarganing muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lmaganligini biz tekshiramiz buni.
Nima bilan tekshirdik? Assertion bilan. Biz oldingi darsda tafsil so'zlagan, shuni ko'rsanglar bo'ldi. Hozir shuni bir eslab o'tay. Contains. Biz Turkiyaning nimasini qisqartirma harfini nima oldik? Kodni TR buni bilamiz shundami? Mush TR bo'lsa o'tadi, bo'lmasqanda o'tmaydi. O'tdi shundami? Agar buni TR bo'lmay TRT deb olsaqanda o'tmaydi bu. Chunki javob TR chiqishi kerak. Endi biz qanaqa qilamiz? Not contain. Ma contains hozir qilamiz. Endi not contain. Masalan, burun Turkiya yoki bo'lmasa shu qisqartirilgani TRY deb qo'ygan bo'lsa, ki yaqinda o'zgartgan bo'lsa, buni biz qanday buni ishlaganlarni o'zgartirish kerak shunaqa. O'zgartgan bo'lsa, mush burunqisi chiqib qolmasin deb qanda burun qilib qo'ygan misol da'vatim TRY. Bo'lib qolmasin deb qanda, lekin bunday emas. Men misol qilyapman. TRY chiqib qolmasin deb buningga not contains mush chiqib o'ziga olmasin demakchi-da, chiqib qolsam xatolik bor demakchi. Kirgizib qo'ydi. That also passed. Ondan keyin buning cho'qim 200 bo'lish kerak. HTTP states code. Holat kodi valid compliance states and standard dedim. Shundan valid HTTP states code 200 bo'lish kerak-ku. 500 bo'lmaydi, 200 muvaffaqiyatli bo'ldi deyingi. Hozircha mush oddiy altini ko'rib turaylik. Mana bu bizning bugungi qo'shgan new project. Endi buni mau ISO code yana birisini qarab qilib currency. Currency ning mau request iltimos nima ekan? Country currency. Shu davlatning ISO kodini kirgiz deydi. Turkiyaning nimasi edi? TR de. ISO kod. Turkiya undas pulining currency'si nima bo'ldi? TRY. TR Rosburun TRY o'xshamamdi. Turkiyaninki ISO kod. Balkim men qarsalam deb qo'ygani. Name cho'qim nima bo'lish kerak? New lira shunaqa. Currency ning nimasi? New lira. Flag old lira bo'lsa burun qutluqi. Biz buni qanday assert qilamiz? Contains nima bo'lish kerak? New lira bo'lish kerak. Nima chiqib qolmasin? Not contains old lira chiqib qolmasin. Bu o'tdi burunqi. Ishlaganlarimda tasodifiy xatolik chiqqan bo'lmaydi. Bu cho'qim nima bo'lish kerak? Men eng oddiysini deb turibman. Oddiy assertionlar. States code necha 200 bo'lish kerak demakchi. Yana bir tanlig'imiz nima? Capital city, poytaxt. Turkiyaning poytaxti ne? IS code Turkiyaning poytaxti. Anqara shnama, ba'zi Istanbul deyish mumkin. TR qisqartiramiz TR go. Ankara. Buni ham qanday qilamiz? Assert qilamiz. Cho'qim Ankara deb kirgiz. Ankara deyish kerak. Mushni sonliq ma'lumot ambir kirgizganda ba'zi uqmaylar. Biz Istanbulda kirgizib qolganning oldini olish uchun nima bo'lmasligi kerak deymiz. Not contain. Istanbul bo'lmasligi kerak. Buningki HTTP ismi qanday? 200 bo'lish kerak deydi. O'tdi-ku mana. Mesela bunun ketgan vaqtini chiqarib qo'yaylik. Vaqtni qanday qildik? SLA'dan buningga 314 ketibdi. Mana astmış default altın iç bo'g'ichi meyadan chiqib turdi. Mushni yurish qilish 314 ketdi dedi. Biz qancha qilib qo'yli? 350 qilib qo'yli. Millisekunda mana bu millisekund. Mushu Turkiyaning ISO kodini request qilib avatib, respondga cho'qim 350 millisekunddan burun chiqarish bo'lish kerak degan gap.
O'tdi bu. Endi qanday qilamiz? Biz buni sınıqancha alamiz. Davlat degan test ichib bilan. O'sha yerdan mang'uzmiz. Hammasi o'tdi. Agar biraz fail bo'lib ketsa, men qizdirib oldim. Masalan, my currency-ni men fail qilib o'tay qasdan. Contains-ga newly radimay qalayim qayzib qo'ysam ham fail bo'lib ketadi. Shunaqa. Endi mang'uzsam qanday? Demek ma fail bo'lib ketdi. Ma undan chatoq chiqdi deb ochimiz buni. Qo'sh cheksak chiqdi currency. Buni qo'sh cheksak, demek mi yerdan fail bo'lib ketdi. Biz tashkirimizda buni xato kirgizibdimi deb mana yutimiz. Endi qanday? Qayta mang'uzsak o'tadi degan. Voilà. Bugungi darsimiz mushakicha. Endi keyingi qismliq darsimizda biz advanced assertion so'zlaymiz. Advanced assertion degan qanday yuqori darajalik aniqlash. Oldin qismni qo'yaman, qismni qanda basic assertion. Basic assertion degan qanday bayam contains, not contains, http, status code degan. Tushunmay bo'lsa, asli inkas shakl qoldirsanglar bo'ldi. Rahmat.